O'rta Osiyo Uyg'urlarida mashhur shaxslar. Ilgari vatandagi ko'pchiligimiz chet ellarda, xususan O'rta Osiyo jumhuriyatlarida mashhur Uyg'urlarning ko'pligini anglaydik. Shundaqla buning rostligiga ishondik. Bu yerlar bizga sirliq, olimlarla yetishadigan, inqilobchilarla tug'ilib o'sadigan ajoyib makon bo'lib tuyuladi. Mustaqillikdan keyin bu yerlarga kelishga imkon yaratildi va keldik. Heliqi biz barmish deb anglaydigan mashhur Uyg'urlar kollektiv yo'qitilganmi qandaq? Ya bo'lmasa bu yerda falonining kandidati, hukunining nomzodi deganlardan bo'lmoq oson gapmi? Yoki Uyg'urlarga ko'yinib shartlar tuvantilganlikdan shundaq hol kelib chiqqanmi aytaver. Bundaq nomzod kandidatlarning voydab ketkichiligi yo'qligi o'tirg'i chiqib, bizni bekmi umidsizlantiryapti. Bundaq kandidat va nomzodlarning hadislar uchrab turishi, ya'ni kelib bu mashhurlarning gap-dap qilib yurgan so'zlarini anglagan sharqiy turkistonliklarning inkosida bilinib turgan pasiv ta'sir yuqorqidek savollarni tug'dirdi. Texmo muhim bir tarafi shuki, ular milliylik xususida qanchalik tushunchaga egidu? Mana bunisi texmo shubhilik. Shundaq bo'lsa-mu, ularning ichidagi bizga zarur ehtiyojli kasblarning bilginlarini izlash, suhbatlashish, ularning milliy taqdirimiz haqidagi qarashlarini bilib beqish kerak. Azroqla ilishadigan yeri bo'lsa, uning qalbiga milliy muhabbat urqini terib, uni o'z kasbi bo'yicha milliy manfaatimiz uchun qanchalik xizmat qila olsa, shunchalik to'pi qo'shishga chaqirish, undash, rag'batlantirish kerak. Mana bu O'rta Osiyoda dahiylar qilishga tegishli eng muhim ishlarning biri. Agar bizning dahiylar qurultoydan echinib cho'lisi tegmay ketaversa, muhim quruq gaplardan echinolmay cho'lisi tegmasa, bu mashhur Uyg'urlarni izlashni boshqalar burunroq esiga elishi, ulardan tamoman taskiriy maqsadlar yo'lida foydalanib ketishi mumkin. Chunki ularning odamlik sifatlarini belgilaydigan ikki muhim omil, ya'ni diniy e'tiqod va milliy tuyg'u buzib etilgachga, ularda kim uchun ishlash, nima uchun ishlash muhim emas, balki maoshni kim beryapti muhim. Yuza egilagan ahvollardan qaraganda, ba'zi mashhur Uyg'urlar shu davlatlarda milliy manfaatlarga qarshi vazifalarda, masalan, Sharqiy Turkiston masalasi yoki Uyg'urlar masalasi bo'yicha maslahatchi, mutaxassis sifatida foydalanayotganligi ma'lum. Bolsheviklarning milliy chegarani yo'qotib, umumiy sovet odami yaratish urinishlarining mahsuli bo'lgan bu odamlar haqiqatanmi milliy tuyg'ulardan mahrum qilingancha, maosh bersalar kimgili bo'lmasin ishlayveradigan holga kelgan. Men bu yerda bir peshqadam razvedchikning o'z og'zidan, menmi Sharq Turkistonlik, men 40-50 yillarda 3 xil ism bilan 3 qitim vatanga borgan deganligini angladim. U har qitim o'xshamagan ism qo'llanib vatanga 3 qitim borgan bo'lsa, demak, josuslik vazifasi o'tigili borgan. Tabiiyki, u chaqda u milliy manfaat uchun emas, bolshevik manfaati uchun ishligili borgan. Milliy manfaatning ziyni uchun borgan. U chaqdagisiga iloji yo'q dermiz. Ammo masalaning mohiyatli yeri shuki, bugunga kelgandimi uning sharmanda tarixidan uyalmasligi. İnsanlık eni buzib etilgachga, u xijil bo'lish o'rniga bu ishni iftixorlanib tilga olgan. Mana bu ichinarlik darajadagi milliy safa. Uyg'urshunos va Uyg'ur olimlari degan kitobdan qaraganda 236 nafar Uyg'ur olimi bor ekan. Ko'p qismi hali ham hayot ekan. Kitobning tuzilishidan keyin yana qanchalik olimlar qatoriga qo'shildi tehi. Bunchalik olim qarmoqqa 30 million Sharq Turkistonlik ishchidimi yo'q? Shu qadar zo'r aqliy kuch boyligi echilmagan bo'zdek milliy manfaatlar uchun unumli foydalanilmay turibdi. Bu bo'zni echish siyosiy arboblarimizning vazifasi emasmi? Ulardan to'g'ri muddao yo'lida foydalanish, ularni milliy g'oya yo'liga yetaklash o'ylab ko'rildimi? Biz bir to'p, hatto 10 minglab pichak odamlarni to'plab olgandan ko'ra, bilim egalaridan bir nechini sapga ketib olsak, foydasi texmi zo'r bo'lmasmi? O'rta Osiyodagi o'zgarishlardan keyin Uyg'urlarning ahvolida jiddiy salbiy taraqqiyotlar borliqqa kelib yetibdi. Yolg'iz iqtisodiy jihatdan chekinish bo'lib qolmay, madaniyat, ma'arif, ijtimoiy, siyosiy o'rin degandek hamma sohalarda tik siziq bo'yicha tuvanlash ko'rilmoqda ekan. Buning sabablari tahlil qilinganda mundaq holga duch kelamiz. Uyg'urlarga mustaqillikdan hech nima tegmagachga va yangi xo'jayinlar imperiya davridagidek jahonni tangshab tutish
tang e'tibor berish siyosati bo'lmag'achqa, e'tiborga erisholmaslikdan tuvanlash kelib chiqqan. Shunga ularda mustaqillikdan ranjish ruhiy holati og'ir ekan. SSSR vaqtida Uyg'urlarga xeyli e'tibor beriladi, muhim yerlarda ishlaydi, yaklanmaydi. Endi hamma jumhuriyatda Uyg'urlar tashlab etildi deyishdi ekan. Mana shuningdan shuni ko'rib olish mumkinki, ilgirki mashhur Uyg'urlar xuddi tok to'g'risidek ana shu e'tibor berishning mahsuli ekanda, hayot to'lqinlarida o'z kuchi va o'z iqtidoriga tayinib, har xil to'salg'ularni yengib, uzib chiqqanlar emaskan degan xulos kelib chiqdi. Shundaqla bugungi reallikqa, tabiiy raqobatga bardoshlik bera olmay sapdan qilishi, sotsializm tuzumining ana shundaq tang e'tibor berish otliq yo'lab turg'izishlari insonlarning tabiiy qarshilik kuchini, raqobat iqtidorini palach qilib qo'ydiganligini tushundirdi. Yana bir tarafdan shuni tushunib qo'yish kerakki, kommunistlarning mustamlikalarni idora qilish usulida shundaq bir o'yin bor. Shu mustamlikadagi asosiy millatga muqobil qo'yish, dushmanlik terish, o'chmanlikning nishonini burash uchun boshqa osonlik millatlarga sal e'tibor berganda qiladi. Masalan, Sharqiy Turkistonda Xitoylar qozoqlarga ana shundaq muomalada bo'lgandek qiladi. Bunimi faqat o'ylab selishtirishga aqli yetadigan shaharliklar ko'rsin uchun shaharlarda qiladi. Yayloqdagi qozoqlar battar xo'rlik ichida. Buning bilan Uyg'urlarning Xitoyga bo'lgan o'chmanligi bo'lib etildi. Xeyli ko'p sondagi kishilar go'yo jonijon manfaatlarini qozoqlar tortib olgandek, diqqatini qozoqlarga tiklib oladi. Xitoylarning erishmoqchi bo'lganimi dal shundaq natijadir. Xuddi shuningdek, bolsheviklar davridagi e'tibor berishmi ana shu razil maqsad uchun qilingan haromzadalikdir. Mana endi undaq e'tibor berish siyosati bo'lmagani uchun azaldan hukumat o'zi tangshaydi deb ko'nikkan xalqqa, ya'ni raqobat eng butunlay uxlab qolgan xalqqa istiqbol tepish yo'lidagi iqtisodiy, aqliy raqobatlar og'ir kelgan. Demokratik tuzum qonundagi barobar belgilamasi mustamlika davrida bo'lmagan afzalliklarga ega. Bunisi kommunistlarnikidami bo'lgan, ammo bu kommunistlarnikidek qog'oz yuzdagi narsa emas. Shundaq bo'lsa-mu, da'vogar so'z kelsa, qozi mutham bo'pti deganni esda tutmoq lozim. Ya'ni millatlar oralashib o'ltiraqlashgan sharoitda hamon milliy surkilish mavjud. Hamon hokimiyat beshidagi millatning bir oz alohida bo'lib olish, yaklash, cheklashlari mavjud. Lekin bu qonunda belgilangan alohida huquq emas, tug'ma qo'l ishiga egilish qonuni. Shunga haq huquqni da'vo qilib tufif elishni bilish kerak. Bu demokratik tuzumning talabi. Sotsializmnikidek hukumat o'zi tangshay deb o'ltiraverganda bu huquqlar opirib berilmaydi. Demokratik tuzumning afzalliklarini avam xalqning, bo'libmi mustabid kommunist tuzumida yashab ko'nib qolgan xalqning bilmasligi tabiiy ahvol. Ular ko'ngini bo'yicha hukumatning berginiga shukr aytib o'ltirishida gap yo'q. Ammo haliqi zikri kechgan mashhur shaxslar, olimlar nemishqa bu haqda xalqqa boshlamchi bo'lmaydi? Yaklashlar haqida gap bo'lganda shuni selishtirib ko'rmak joizki, tarixda yahudlarga kim e'tibor berib, tangshab muomala qilib ekan. Ular 2000 yil milliy xo'rlik ichida yashagan, e'tibor berish emas, normal yashash huquqlarini dafsanda qilingan ahvol ostida o'z tirishchanliklariga tayinib, dunyodagi o'rnini tikladi. Shundaqla dunyoning siyosiy, iqtisodiy sahnasida alohida o'ringa ega bo'ldi. Shunga Uyg'ur olimlari xalqqa bularni atrofli tushundirishi, milliy ruhni uyg'otish jihatda tirishchanlik ko'rsatishlari kerak. Gazet, radiodagi ashu mavjud imkoniyatdan unumli foydalanish asosida yana qonunda belgilangan belgilamalariga qaraganda kam bo'lib qilayotgan taraflar bo'lsa, talab qilib qo'lga keltirishi kerak. Bir millat mashhur shaxslarning mashhurligi mana shundaq alohida tarixiy sharoitda qaymoqqan xalqni yetaklab, ularni to'g'ri yo'lga boshlash, ularga istiqbolni, oxirgi manzilni ko'rsatib berishdir. Yuqorida tilga ilingan kitobdagi Uyg'ur olimlari orasida nurg'un qonunshunoslarmi bor ekan. Ular shu jumhuriyat qonunlarida Uyg'urlar uchun qanchalik huquq imkoniyatlar borligini tadqiq qilib, xalqqa tushuntirishi, hozirgi amaliy ijrosi bilan bo'lgan farqlar, ya'ni ne'mlarni to'liqlash kerak, ya'ni qonunda belgilanganlardan ne'mlar ijro qilinmayotdi, ularni xalqqa ko'rsatib berishi, xalqqa yetakchilik qilib, ularning qonun tushunchisini o'stirishi kerak emasmi? Agar bundaq yetakchilik bo'lmaydi ekan, ilgari bolshevik qizil terror siyosatining dahshatidan yurik qolmagan bu xalq
o'zlarining haq-huquqlari haqida qonun orqali kafolatlantiriladigan imkonlari haqida da'voga jur'ati bo'lmay ketaverishi cho'qim. Mana buningdan ilgirki tuzumning dahshati bilinib turdi. Qo'rqib o'rgangan xalq haligacha hushiga kelolmagan. Men milliy tuyg'ular temasida bir vatanparvar dahi bilan so'zlashib qolgan edim. U asta-asta bo'ladi. Burun bu yerda qattiq besim ichida edik. G'ing qildirmaydi. Vatanning gapini qilishga yo'l yo'qdi. Endi texi mustaqil bo'lg'ili 7 yil bo'ldi. Buning yog'i bo'lmamdi degan edi. Bu gapdan bundaq bir necha ma'no anglashildi. Sobiq Sovet ittifoqining siyosiy ahvolini vatandagilar bilmaydi deganda qarash va shu tufayli deyilayotgan tushuntirish. Ikkinchisi, u zamonda bu yerda qattiq besim bo'lganligi, vatan uchun so'z harakat qilishning mumkin emasligi to'g'risidagi gap bo'lib, buningda ikki xil anglam mavjud. Biri, go'yo vatanda bundaq imkoniyat bo'lg'achqa zamon inqilob bo'lib turayotgandek. Bu yoqda u zamonlar bundaq imkoniyatning yo'qligidan bu xususda ish qilinmagandek bolalarcha tonish. Yana biri, vatan uchun so'z harakat qilish uchun cho'qim ruxsat qilingan, xavf-xatari bo'lmagan sharoit kerakdek bema'ni tonishdir. Bu yerda amdi bo'lsa-mu bundaq erkinlik barliq gapdi. Vatanda yiligacha davom qilayotgan zulm, bosqin, qatliamlarga qaramay xalq kurashni to'xtatgani yo'q. Bu so'zlardan yana bir ma'no anglashilib turdi-ki, dahilarmi vatanning haqiqiy ahvolini to'liq bilmaydi ekan. Hatto ular vatanning ahvolini o'zlarining ahvoliga qaraganda ko'p yaxshi deb qaraydigandekmi qilib turdi. Bu qarashimizni quvvatlaydigan yana ba'zi gaplarni angladik. Sizlar boy, pulni nega ishlatishinglarni bilmay qolsizlar. Bizda pul yo'q, yezimiz to'xtab qolgudek holda. Mana bular bu siyosiyonlarning o'zi shug'ullanayotgan siyosining obyektini tuzukroq tushunmaydiganligini bildirdi. Boylik masalasi, turmush saviyasi, turmushga qo'yiladigan talabga bog'liq. Masalan, bu yerda o'zini pulsiz bechora hisoblayotganlarning hech bo'lmasa bir nimkash mashinasi bo'ldi ekan. Bumi bo'lmasa atiganda sut, qaymoq, seriq may, murabbalar tizilgan dasturxonda nashta qiladi. Vatanda umr bo'yi putiga oyoq kiymaydiganlarning ko'pligidan so'z ochmayli. Shu boy ko'rinayotgan bir necha boymo uylarda qaynoq suvga qetib qolgan nonni chilab ichidi. Bular yana qancha 10 yilda O'rta Osiyodagilarining turmush saviyasi bilan tanglashar. Buni dahilar obyektiv tushunmaki lozim. Oldingi qitimqi yozmishlarimizda O'rta Osiyo Uyg'urlari tashkillanib, qonunda belgilangan haq-huquqlarini tepishga tirishishi va bu qonuniy o'rindan foydalanib vatanga doir cho'ng gaplarni qilishi to'g'risida yozgan edik. Ammo ular ta'zin topqicha dunyo miqyosida Uyg'urlarni ujuqtirib, zaminni mangu da'vogarsiz qoldirmoqni ko'zlagan Xitoylar balduroq ta'zini tepib, O'rta Osiyo hukumatlariga besim ishiltib, davlat rahbarlariga shaxsiy yordamlar qilib setib olib, har xil choralar bilan qistab, Uyg'urlarning hamma nemisini tortqizib eng mustabid bo'lgan fashist hisoblangan kommunistlar davridimi bor bo'lgan Uyg'urcha matbuot, fikr sahnalari, tadqiqot yurtlari, maktablar bir-birlab taqaldi yoki minimum holga keltirildi. Masalan, Uyg'urshunoslik instituti faqat Uyg'ur madaniyat markaziga aylantirib qo'yildi. Vaholanki, dunyoda ozonliklar uchun beriladigan madaniyat markazi qurish haqqi bir yerda 7 yoki 12 dan ortiq odami bo'lgan har qanday bir millatda bo'ladigan eng tuvan darajadagi muassasa bo'lib, butun suruk bir institutning bunday bir ko'plik darajaga tushirilishi faqat Uyg'urlarga qilinayotgan haqoratdir. Mana shunday ahvolda davlat qonuniga xilof milliy kamsitishlarga qarshi namoyish, yig'ilish, matbuot shakllari orqali da'vo qilib chiqib, bu haqni talab qilib elish har holda Xitoydan vatanni qaytarib olishga qaraganda oson bo'lsa-mu, shuningga chamisi kelmaganlarning yo'g'on gaplarni qilishi kimning kulkisini keltirmaydi? Yoki unisi osonroqmi? Chunki Xitoy Iroqda barqaror tillaversa, yig'in ichiversa, Xitoy hech nima qila olmaydi. Vatanparvar soliniverdi. Jon ketmaydi, shunday emasmi? Buninglik bilanli qolmay, Xitoylarning planlashi va O'rta Osiyo jumhuriyatlarining moslashishi bilan Uyg'urlarni umumyuzlik adablash, chinroq nafasmi oldirmaslik, boshqa haq talablarida bo'lishga jur'ati yo'q qilib tashlash uchun yana ba'zi o'ydirma terrorlik faoliyatlari o'tirg'i chiqarilmoqda. Xitoylar Uyg'urlarni, Uyg'ur inqilobchilarini butunlay yetim qoldirish uchun bir talay qonliq voqealarni paydo qilib, Uyg'urlarga ortmoqda. Atalmış Bishkekda Xitoy saqchilarining o'qi tutilish voqeasi, O'zbekistonga hujum qilgan dinchi guruhlarda Uyg'urlarning bo'lishi va asirga tushishi, Chechenistonda Uyg'urlarning ruslar qo'liga asirga tushishi,
Qozog'istonda qozoq saqchilarining o'ldirilishi qatorliq voqealarni Xitoy jasuslari paydo qilganligi, Xitoylarning jasuslik organlari planlaganligi, ba'zilarini O'rta Osiyo hukumatlari bilan sherik holda haq-huquq davosiga qarta oldini olish xarakterida chek qo'yish uchun bahona o'ydirish ehtiyoji bilan paydo qilganligi oydin bo'lsa-mu, bu janobiy mashhur Uyg'urlardan shu onga qadar keskin radiya sadolari chiqqani yo'q. Texmi masxirligi vatanni ozod qiladigan tashkilotlardanmi inkor qilish sadolari chiqmadi. İnqilobdagi birlamchi xizmatlar va ikkilamchi xizmatlarni, ya'ni qaysi ishning intayin muhim va prinsipalligini, qaysi ishning ancha muhim emasligini anqira olmay, yog'inchoqqa qatgan eshakdek beshi cho'gilab qolgan bu siyosiyonlarga voy. Sen qandoq inqilobchisan? Inqilob uchun eng ziyonli muhit paydo qiladigan, xalqaro Uyg'urlarning vatan da'vosi uchun intayin pasib ta'sir paydo qiladigan mushundaq zo'r voqeaga sukut qilib, qandaqsiga inqilob qilmoqchidan? Sening tashabbusing tinchlik usuli emasmidi? Bu toza sening uslubingga uyg'un ish edi-ku. Mana bular shuni aniq tushundirdiki, bu yerdagi mashhur Uyg'urlar faqat maoshga ishlashga ko'ngan hisiyatsiz mashina odamlar. Tashkilotlar bo'lsa kim uchun ishlayotgani aniq bo'lmagan mujmal tashkilot va majhul shaxslarning uvusidir. 1948-yillardagi Sharq haqiqatining Uyg'urcha sonlarini ko'rgan edim. Bugungi O'rta Osiyodagi taraqqiyotlarning biri shu bo'lganki, amdilikda Toshkentda Uyg'urcha jurnal tugul, Uyg'urcha biladigan Uyg'urning tayini qolmag'ili turibdi. Uyg'ur bo'lganning foydasi yo'qkan degan forma bo'yicha tadrijiy voz kechish avj ilyapsa kerak. Hozir hech bo'lmaganda bir necha jumhuriyatning demokratik qalbiqi bo'lganidan so'zda matbuot erkinligidan foydalanib, ilgari deyish cheklangan so'zlarni so'zlayilish, ilgari cheklangan rayonlarga bosib kirib, Sovet siyosatining jinoyatlarini xalqqa to'ntish payti keldi. Hukumatchilarning, olimlarning bularni xalqqa bildirish vazifasi bor albatta. Masalan, sobiq ittifoqda hamma millatda ozdir ko'pdir muxtoriyat yerlari bo'lgan. Kavkaz rayonida oz nopusliq millatlarning milliy avtonomiya jumhuriyatlari bo'lgan. Qozog'istonda 3 noya Uyg'ur, Qirg'izistonda 100 minglarcha Uyg'ur, O'zbekistonda 1928-yillarda 1 milliondan ortiq Uyg'ur bo'lgan turuqliq Uyg'urlarga muxtoriyat, ittifoqdosh jumhuriyat bo'lmagandimi, avtonom jumhuriyat berilmagan. Buningki siyosiy orqa ko'rinish nima? Bu haqda izdinish, kommunistlarning qora niyati haqida tadqiqot ilib berib, xalqqa bildirishning vaqti keldi. Muxtoriyat berilmagandan tashqari, xuddi ilgari Yahudi bo'lgani jinoyat bo'lib, dunyoning hamma yerida xorlangandek, men Uyg'ur deganning jinoyatga mandash bo'lib qilishi, qatliamga uchrashi, Uyg'urligidan tinishga majbur bo'lishidagi ishonchli sabablar, Sovet siyosatidagi muddao yetmoqchi bo'lgan nishon ustida tadqiqot ilib berish, bu tarixiy jinoyatni yechib tashlab, jahon halakchiligida millatdan tanganlardan qaytadan milliy kimligini asliga keltirishga chaqirish, ana shu olimlarning, millatchilarning, vatanparvarlarning, dohiylarning ishi emasmi? Keçmiş fojialarimiz haqidagi tadqiqot natijalari va faktlarni dunyo jamoatchiligiga e'lon qilish, baxtsizligimizni butun insoniyatga anglatish har holda o'zimiz bilan o'zimiz qurultay echib vaqt zoya qilgandan yaxshi emasmi? Bugungi dunyo 30-yillardagi Stalin fojiasi, Yahudi fojiasi, Tatarlarning, Chechenlarning Sibiriyaga surgun qilinishi qatorliqlardan so'z etishidir. Ammo hech kim 30-yillardagi Uyg'ur qirg'inchiligi, Uyg'urman deganning o'limga yo'l xeti bo'lib qolganligini bilmaydi. Bularni dunyoga bildirishning zamoni kelmadimi? 1998-yil dekabr, Toshkent.